18 yoshdan kichiklar videoni tezda o'tkazib oling, bu sizlarga emas. Bugungi tavsiya birinchi mavsum 2009-yilda chiqqan va yakunlovchi 5-mavsum namoyishi 2026-yilning aprelida boshlangan noodatiy serial haqida. Yigitlar, fantastik jangari serial. Bosh rollarda Anthony Starr va Carol Urban. Reytingi 8.3. Olimlar odamning super qobiliyatlarini ochib beruvchi vibr preparatini yaratib, uni insonlarda sinaydilar. Natijada turli xil g'ayritabiiy qobiliyatlarga ega super odamlar paydo bo'la boshlaydi. Ularning ichida eng elitalari 7lik deb nomlanuvchi guruh a'zolari. Guruh yetakchisi Homelander nomi bilan tanilgan super odam. Barcha mass media uni super qahramon deb elga tanitadi. Lekin aslida u fikri buzilgan, o'ta ketgan egoist va g'irt bo'ladi. Unga serialning yana bir qahramoni William Butcher boshchiligidagi oddiy odamlardan iborat jamoa qarshi chiqadi. Serial oddiy insonlarning superlarga qarshi kurashda o'zlarida jasorat topa olganligi va har qanday g'ayritabiiy qobiliyatga ega inson ham super qahramon bo'la olmasligini turli xil qiziqarli fantastik sarguzashtlar bilan yoritib bergan. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylangan o'sha mashhur Ashley, look at me. iborasi aynan shu serialdan olingan. Videoni saqlab tanishlarga jo'natish va albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin.